demesek bulmaydı. He. Hey, oğlum işten yaptı. Çıktın abiye, üzerine değme. Makul, sulaklı. Apa ben aldı. Bola, azırıq vaxtını ajratqan bolsaң, sen bilen paranlaşıdığan gep batdı. Kichkina emas apa. Men sen uchun bir umr vaqtimni ajrataman. Canım balam, endi ba'zi bir geplarni sana qandaq deyishni bilolmayapman. Lekin demasam zodi bo'lmadi. Sen benim apam. Men qandaq gap bo'lsa davagin apa. Voy canım qozam, sen dadanışkimizning orzuluq bir talla o'g'li. Bizning kechkunduz o'ylaydiganimiz balam, sening baxting. Mana o'zing ko'rib tursa, bizning yeshimiz bir yerga bordi. Endi mushunchalik vaqtimizda seni o'ylik o'choqliq bo'zgan deymiz balam. Necha vaqtdan beri sen o'zidamikin desam balam bu gaplarni sen qilmading. Axiri o'zim dedim balam. Ana qarab baqana balam. Bütün oilalarning hammasining bolalari maktabda o'qiyotidi. Sen texnik bo'ytaq yeriysan. Apa. Sen o'ylaganni men albatta o'ylayman. Dadam ishqilani nima arzu qilganligini men obdan bilmayman apa. Lekin muvofiq bir nomzod chiqmayotqachqa men hozirgacha yurib ketyapman. Men ishonmayman balam. Mening mushtaq kelishgan o'g'limga muvofiq nomzod chiqmaydi. Kim ishindi balam? Men ishonmayman. Jinim balam. Dadam ikkimizning kelin ko'ygimiz bor, nevrlik bo'g'imiz bor. Eng muhimi seni o'ylik o'choqliq qilib, o'zimizning vazifamizni ado qilib, xotirjam bo'g'imiz bor. Ma'qul apa. Arzularim uchun ham amalga oshirdi. Har ishning vaqti soati bor emasmi? Shu bir pas saqlab qoldi. Men ish qilmayman. Hayatning ma'nosini talay qitim turmushdan izladim. Illiq bir oilam bo'lsin degan orzuda suygimni o'zim yaxshi ko'rgan birovga bermoqchi bo'ldim. Lekin to'y qilishdan ajrishish moda bo'layotgan bu real jamiyatda haqiqiy baxtli turmushga erishishning uncha osonga to'xtamaydiganligi bir haqiqat ekanligini qaytadan his qilmoqdaman. Voy, bugün kayfiyatınız yan nacharg'a. Yana shu to'yning gapi o'xshamanda. Bu o'yla shu to'yning gapidan boshqa nima gap bor deysiz? Qiziq odam deysiz. Atrofimizda nurg'un qizlar bor. Aylarning birasini tep to'yingizni qilsangiz manda. Sen tushunmaysan. Ular menga emas, sap mening mol dunyorimni qiziqadigan qizlar. Unda siz qanday qilmoqchi? Men bugun bir qiz bilan uchrashgan edim. Mush aptingiz bilanmi? Bu haftaning bo'pti. Men bugun puldorlik holati bilan emas, bir oddiy odam holati bilan uchrashmoqchi. Agar u qiz mening mushu holatimni yaxshi ko'rsa, u dal men talagan qiz bo'ladi. Mayli. Ündidarlarla paranışıp biroq vaqtimiz o'tib ketdi. Bugun oxir ko'rishdik. Albatta ishimizni bugun ko'rishimizga sabab muddao ikkilimizga noit aniq. Tuzli aytgan chog'da mening hozirgi kecha kunduz o'ylaydiganim bir baxtli bir turmush qurish. Mendimi bakirat mening ota-onam meni bir uyli bo'choqlik bo'lsa deb intayin orzu qiladi. Lekin men zodi o'zimga mos keladigan, men haqiqiy o'zim mehr muhabbatni beradigan, bir umr men bilan jafodim hayotim bilan o'tadigan bir hamrohga intayin muhtoj. Shu bugun biz erkin ozoda kam kushada o'tirib o'rtoqlik hazırlık topaylik. Bo'lamdi. Bo'ldi.
hayotda tanışgandan keyin mijozimiz chiqsa to'y qilamiz. Lekin turmush degani o'tirib qolib qilaman deb qilib bo'lmaydi. Albatta. To'y qilsak bo'ladi, lekin mening bir nechta shartlarim bor. Agar siz shartlarimga ko'nsangiz, biz to'y qilsak bo'lmaydi. Birinchi shartim sizning cho'qim esil mashinalaringiz, katta uylaringiz bo'lishi kerak. Muqim xizmatingiz bo'lishi kerak. Men sizdan so'rab qo'yay. Siz degan shu narsalar siz uchun intayin muhimmi? Albatta, chunki hozir jamiyat ehtiyoj cho'tirsa, yana kelib mening atrofimdagi do'st birodarlarim, xizmatdoshlarim, men aloqa qilgan odamlarning hammasi jamiyatning hisoblanib odamlar. Men sapdan tushib qolsam bo'ladi. Ha, bo'ldi. Keyingisi. Ikkinchi shartim, mening do'stlarim, xizmatdoshlarim, yana boshqa bir muncha qatorchilarim bor. Har qatimli qatorchilarda cho'qim meni iqtisoddan uzib qo'ysangiz bo'lmaydi. Dal vaqtida men iqtisod berishingiz kerak. Uchinchi shartim bakrak muhim. Ya'ni to'y qilgandan keyin balkim siz cho'nglar bilan birga turamiz deysiz. Lekin men buni ko'nalmayman. To'ydan keyin biz cho'qim ayrim uy tutishimiz kerak. Men cho'nglarning xizmatini qilolmayman. To'rtinchi shartim bo'lsa, bu texnik muhim. Men turmushda erkaklarning chiqishlariga aralashishni yaxshi ko'raman. Hozircha men shartlarim shu. Tushunaman. Albatta, hozir jamiyatda nurg'un qizlar sizga o'xshash shart qo'yishi mumkin. Siz to'y qilsangiz, ota-onangizdan oldin xabar ololmayman dedingiz. Men ota-onangizdan yuz o'radigan vafosiz bolalarga o'xshamayman. Men sizni ota-onangizdan yuz o'raysiz dedim. Faqat cho'nglar bilan birga turolmaymiz, ayrim uy tutamiz. Ikkisining farqi bormi? Ma'qul biz ularni ayirib uy tutaylikmi deyli? Gapingizni urama qarsam siz meni ota-onamning xizmatini qilishni yoqtirmaydi ekansiz. Bu yuz o'rganlik bo'lmaydi meni. Mening orzuim, mening ota-onamni siz xuddi o'zingizning ota-onangizda ko'rishingiz kerak. O'zingizning ota-onangizga qanchalik muhabbatingizni bergan bo'lsangiz, mening ota-onamga shu muhabbatni berishingiz kerak. Turmushda ushaq ishlarga aralashmayman deysiz. Ko'nglimdagi gapni qilsam, men bir odamning ushaq ishiga aralashishni ancha yoqtirmayman. Lekin bu yerda bir masala bor. Siz davatgan ushaq ishlar zot qanday ushaq ishlar? Aralashishga tegishli ishlarmi yoki aralashmasin bo'ladigan ishlarmi? Men vaqt kelgan chog'da siz davatgan shu ishlarning xarakteriga diqqat qilishim mumkin. Tushungandek bo'ldim. Ishonch xeyli bir yerda yuribdi. Sizdan bugungacha men uchun to'y qilmaganingiz ham qilolmaganingizning sababini bugun tushunganman. Ha, bo'ldi, mana qilaydi. Qaraganda hozircha ikkimiz vaqtliq o'zaro bir-birimizning ko'z qarashlarini biriga aka to'lamaydigan o'xshaymiz. Biz yana vaqtning o'tishi qarqaqayda bo'ladimi? Qani, bir gap bo'ladi. Maşin vadu dedi,
yaşavereyçu. Boldu boytap yaşavereyçu.